Mashina tursa ochilmaydi darvoza. Uyimiz tayyor holda bitgan, ishdan qurilgan. qurilgan. Masjidgacha necha metr aka bu yoqda? Masjidgacha maksimum 500 metr. 500 metr. Nima ishlatgansiz? Shipon bu. Ha, toza shipon. Toza shipon. Assalomu alaykum, uyim joyimda deganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, ana shu uy egasi Akmal aka o'zlari uchun qurgan ekanlar. Bu uyni sotish uchun qurmaganlar. Sababi o'zim yashayman, oila bilan maza qilib vaqt o'tkazaman deganlar, lekin afsuski rejalar o'zgarib, hozir sotyapti ekanlar. Akmal aka, assalomu alaykum aka. Siz ushbu joyimiz qayerda joylashgan? Toshkent shahar Olmazor tumani Oxunboboyev. Oxunboboyev aniq manzil aytaydi. Aniq manzil Intran zapravkani orqa ko'chasi, orqa tarafda. Ha, Intran zapravkani orqa ko'chasi. Masjidgacha necha metr aka bu yoqda? Masjidgacha maksimum 500 metr. 500 metr. Ko'chalariga e'tibor beramiz. Qarasanglar, asfalt ko'cha. Endi bitta narsa qiziq bo'lyapti Akmal aka. Qo'ni qo'shnidan muammo yo'qmi? Yo'q, qo'ni qo'shnidan hech qanaqa muammo yo'q. Hammasi yaxshi, ahil. Hammasi joyida. Mana hozir bu tursangiz ham hech kim mushugingizni tishlam demaydi. Yomon ham gapirmaydi. To есть hammasi joyida. Hammasi joyida. Bo'ldi, tushundim. Okay, bu uyimizni hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Darvozasini nimadan qilgansiz? Shuni ayting. Ya'ni razdvijnoymi, o'zi ochilib yopiladimi yo knopka bilan bosib ochsa bo'ladimi? Mana pult bilan ochib yopasiz. Ha, bemalol. Qani ochib ko'ring-chi. Mana bitta mashina tursa ochilmaydi darvoza. Ha, mashina tursa ochilmaydi darvoza. Sensori bor. To есть уже ana texnik bezopasliklar qilinadi, to'xtab qoladi. Bo'ldi. Mana hamma ikkita datchik ekan, to'g'rimi? Old tomonda xullas uyim joyimda deganlar, ikkita zelenoy zonasi. Bu uyimizning narxini videoni oxirida aytib o'tamiz. Ushbu uyimiz sizlarga yoqsa, bitta like bosib, yaqin tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bilasizlar-ku endi baribir yaxshi narsani sizlarga ulashishga harakat qilamiz. Akmal aka, keling. Bitta narsa, uyimiz tayyor holda yozsiz. Tayyor holda. Oldi tomoni mana bu tashqariga qilgan toshingiz bor-ku, uni nimadan qilgansiz? Kafirmi, toshmi? Yo'q, bu Angola bilan granit bu tosh, rostakasi. Rostakasi tosh. Bo'ldi. Uyim joyini deganlar kiramiz. Qarang, kelinglar-chi. Xullas, bu uyimiz mana 2 qavatdan iborat ekan. Kirganingizda mana shunaqa naveslik joyi. Eng yoqqan tarafini ayting aka, bu yoqda qo'ni qo'shnidan muammo yo'q ekan, do'siz. Bitta mana shtorkani yopib qo'ysa bo'ldi. Qo'ni qo'shni hovlisi ko'rinmaydi. E'tirozi yo'q. Zo'r tarafi uyimiz ichkari tarafida joylashgan, ya'ni tashqi tomonni uchastkalari, ya'ni hovlisi ko'rinmaydi. Bolalarning shovqini ham eshitilmaydi. O'zbekchiligimizga to'g'ri keladi. Xo'p, bu yoqqa qanaqa reja qilgansiz aka? Bu yoqda o'zi letniy kuxna ham qilsa bo'ladi. Menga kerak bo'lmagani uchun letniy kuxna qilmaganman. Mana bu yerda gaz zanaqalargacha tashlab ketganman. Ha, to есть letniy kuxnaga joy ajratilgan. Как положено. Как положено. Bo'ldi, tushundim. Atak bamba to'kinni ham granitdan qilgansiz, to'g'ri? Hammasi bashi ko'rayotganingiz granit. Mana bu oyog'ingizni tegadigan ukrainskiymi, anaqa tosh, anaqa kafil bu. Ha, to есть oddiy O'zbekiston emas bu. Tushundim. Chap tomonda mabodo ko'chadan odam kelib qolsa, ichkariga kirgizmaysizlar-da. Mana shu yerda bemalol ishligini bitirib olishsa bo'lar ekan. Agar mabodo elektromobil mashinanglar bo'lsa, mana bu yerda okamiz ya'ni zaryadlash stansiyasi qilib qo'yibdilar. Aka, как положено ishlaydimi bu yoqda? Как положено ishlaydi, дополнительный transformator ham bor. Mabodo suv kamayib ketadigan ikkinchi etajga chiqmaydi desa, motor ham qo'yib qo'yganman. Suvnikini. Motor suvni yoqsangiz o'zi motor ishlaydi, o'chirsangiz o'chadi. Tushundim. Xullas, aka, endi ichkari tarafga kirish boshlaymiz. Bu yoqda mana navesini tepa tomondan ko'rsatib yuborgan. Shu yerga maza qilindi lekin konkretli. Bu yoqda mana kirganingizda ikkita zelenoy zona qilibdilar. Aka, lekin archa ekmabsiz. Archa yozda ekib bo'lmas ekanda, yoki kuzda ekish kerak ekan. Hozir qurib qoladi, deyapti, uvol bo'ladi-da. Archani olib qo'ygani qoladi. Tushundim. Uyimiz tayyor holda bitgan ishdan qurilgan. Tushundim. Tegida podval bormi? Seli podval. Ha, seli podval. 6 ta xonasi bor. 6 ta xona bor. 3 ta sanuzel. Ichida 2 ta, bu yoqda 3-chisi. Shunaqa. Ana endi uyim joyini deganlar uyimiz ichkari tarafiga birgalikda kiramiz. Akmal aka, qani? Okay. Kiring aka, boshlang. Bismillah. Qani kiringlar-chi. Shinamgina bitta kiraverishda qo'l qilibsiz, aka. Bu hol vaqtinchalik mebellar turibdi. Mebellar turibdi. Endi savol, uyimizda ichida mebel texnikalari bo'lsa qoladimi yo'q? Konditsionerlar qoladi, oshxonaning mebel jihozlari qoladi. Sababi oluvchi insonlarimiz kelganda aniq bilsin, nima uchun kelyapti, qanaqa konditsionerlar hammasi qoladi, faqat o'sha oshxonadagi mayda-chuyda narsa baribir eski u. Ishlatishimiz bu yoqqa keladigan odam ishlatmaydi u narsani. Shunda birinchi qavatda nechta xonasi bor?
Zal, spalniy, mana yo'q holda. То есть ikkita xona, bitta hol bor, a? Xo'p, birinchi xonasidan boshlaymiz aka. Qani? Bu birinchi xonasi zal ekanda. Endi savol sizga, zalimiz nechiga nechi? Uni anig'ini bilmayman lekin. Menimcha Primerni. 4 ga 6 bo'lishi kerak. 4 ga 6 bo'lishi kerak. Endi akamiz aniq bilmasa keldi, uyga kelganlarida bitta o'zlaridan qiziqib yoki metr bo'lsa, imoratni anaqasi uzunligi 14 ga, eniga 10, uzunligi 14. Ha, tushundim. Va hayotgancha uyimiz necha sotuvga tushgan? 3 sotuvga tushgan. 3 sotuvga tushgan, fasadi 10, uzunligi 30. Qiziq savol beraman. Eshigini nima ishlatgansiz? Shipon bu. Ha, toza shipon. Toza shipon. То есть sanu arzonchisi yo'q, a? Arzonchisi emas. Va xayrlar Oddiy qiladi, oynani ham oddiy qiladi. Men oynani har bittasi $100 dan to'g'ri keladi mana donasi. Donasi, ha. Tushundim. Yaxshi ishlat. То есть hozir hamma xonada shunaqa shunaqa. Yo'q, faqat shu yo'q. Oynasi zalda bor, kuxnyada ham bor menimcha. Oyna mana shunaqa oyna qo'yilgan. Yo, eshikni, shiponi hammasi bir xil. Hammasi bir xil. Hammom to'letda arzonchisi, oshxonada arzonchisi, o'tda arzonchisi emas, hammasi bir xil. Uyimiz bu yoq tomoni ham bitgan ekanda. То есть to'liq bitgan. Shunaqa. Bu ayollarning sevadigan oshxona. O'zingiz shuni qilganda bilinyapti aka. Mebellarini mana shu bitqizish uchun necha pul ketgan ekan, sir bo'lmasa. 2000 atrofida ketgan. 2000 ketgan, aniq ketgan. Texnikasiz mana bu taqib-tuqurlarsiz. Aha, tushundim. Yaxshi qilibsiz. Orqa tomoni nima qilgansiz? Hovli. Sababi bunda oynani ochganingizda havo aylanishi uchun, yorug'lik tushishi uchun. Aha. Derazalari ham katta qoldirilgan orqa tarafga. Yo, tepa tomonini, masalan, ikkinchi qavatdan pastga qarasanglar ham umuman hech narsa ko'rinmas ekan, ya'ni uni ikkinchi qavatda ham chiqqan. Birovning uyini ko'rinmaydi, ha. Ya'ni o'zbekchiligiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p. Mabodo sushilka qilib qo'ysa ham foydalansa ham bo'ladi. Yoki stul qo'yib, ana letni ani sat qilib ham foydalansangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Zo'r. Bu yoq tomon nima? Bu yoq talab spalniy, yosh kattalar, ota-onalar uchun. Ha, ota-onalar uchun birinchi qavatda. Ular uyim joyimda deganlar, ota-onalar bo'lsa, inshaalloh shunaqa uchastkalar olib, ularni duolarini olish nasib qilsa, niyat qilgan bo'lsanglar, bitta layk bosishingizdan chiqmasin. Sababi birinchi qavatda bari ota-onalar qiynalmaydi-da. Bu yoq tomon nima aka? Bu yoq sanuzel. Endi qarang, bu sanuzellar birinchi qavatda siydimi, ya'ni mana shu. Hammasi siydi, tupli pol. Pasi, tupli pol siydi. Siydi. Vanna agar endi savol mahallada svet suv gazdan muammo yo'q. 3 ta faza kirgan. Svetda 3 ta faza bor. Ha, tushundim. Faza ham avtomatik o'zi o'taveradi. U svet o'tsa ham. Ha, undan muammo yo'q. Muammo yo'q. Tushundim. Xo'p, endi aka ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda nechta xonasi bor? Ikkinchi qavatda 3 ta spalniy, bitta zal. Kadastr hujjatlari bormi? Hammasi joyida. То есть dokumentdan muammo yo'q. Dokumentdan muammo yo'q. Biz bir xillarda dokument chala bo'ladi. Ochuvchasiga, obunachilarga yetib qo'yish kerak. To'g'ri. Xo'p, tepada 4 ta dedingiz. Birinchi xonasi qani kiramiz? Birinchi xona. Bu qizlar xonasimi shunda? Qizlarning xonasi qilsa ham bo'ladi, o'g'il bolaning xonasi qilsa ham bo'ladi. Aha. Bu mebellari ketadi hammasi. Ketadi. Hammasi ketadi. Konditsioner qoladi. Qalay uyim joyimni deganlar, yo'qotdimi? Pishganishdan qurilgan dedingiz, zo'r. Bu yoq tomoni-chi aka? Bu yoq zal tepa pastki zalli, tepadagi ikkinchi varianti. Ha. Bu yoq ham xuddi shu razmerda, nechiga dedingiz? Xuddi shu bir xil, 6 ga 4 dedingiz. 4 mi mana shunaqa? Ha, 6 ga 4. Qaranglar, kengina ekan. Men bitta narsani o'ylab qoldim, mabodo malaka qilib qolsanglar, pastda erkaklar, tepada ayollar. Tepada ayollar mazza qilib o'tirsa bo'lar ekan. Uyimiz nimada siydi? Tupli pol, anaqada siydi, radiatorda siydi. Radiatorda siydi. Qishda qanaqa bo'ldi aka? Qishda cho'kdi. Necha yil yashadingiz bu yerda? Bu yerdachi bitta qish ko'rdim. Bitta qish ko'rdingiz. Qish sovug'ida qanaqa? To'g'ri, qanaqa muammo yo'q. Sovqatgan bo'lsa. Yo'q, muammo yo'q. Muammo yo'q. Yo'q. Bo'ldi, tushundim. Bu yerda ikkinchi qavat uchun общий sanuzellar. Jihozlangan, tayyor holda, to'g'rimi? Mana bu anaqalari ham qimmat qo'yilgan. 350 dollar turadi. Mana bu stillar bor-ku. Ha, stillar. Ha, mana bularni ham yaxshi qo'yilgan. Mana shu komplektda ham yaxshi pulga olingan. Qarang, agar mana bu suv tegsa, bu joyiga ishmaydi. Ishmaydimi? Yo'q. Joyidan? Bo'ldi, tushundim. Bu yoq tomon nima aka? Bu yoq ham bitta detskiy qilib foydalansa bo'ladi. Bu nechiga necha aka? Ayturing, boricha sabr. Odamlar ko'rganda uy razmerini bilish kerak. 4 ga 5.
4 ga 5 xona. 4 ga 5 o'ta. Mana bittasini aytib ketay. Bu yoqda mana oynasi bor. Glukhoy emas, bir xilga invalid kattalarini ko'raman-da. Mana tashqarida hech kim uy ko'rinmaydi. Bu o'zbekchiligimizga to'g'ri keladi. Mana shu joy menga yoqdi. Haqiqatdan. Shkaflari qoladimi yo'q? Shkaflar qolsa kerak. Qoladi. Qolsa kerak. Chunki buni olib chiqsamiz azob. Tushundim. Bu yoq tomon nima aka? Bu yog'i ham bitta spalnik qilib foydalansa bo'ladi kattalar uchun. Chunki bu katta ekan. Bu nechiga necha aka? Qani? Aka, u 100 razmerini bilsangiz kerak edi. 6 ga 4 bormi ham? Zaldan sal kichik, ana zal даже katta ekan. Ha, yo'q. Ha, 7 ham beradi zal. Tushundim. Ha, to'g'ri. Zal katta bu. Kengroq ekan. Просто planir men esimda turmaydi, kimlarning tug'ilgan kuni, nomerli esimda turmaydi. Mana shunaqa narsa bor. Xullas, uyim joyimda deganlar, odamlar har xil, ya'ni kimdirlarda razmer esda qoladi, kimdirlarda boshqa yo'nalishda pamyati o'tkir. Ana endi uyim joyimda deganlar, uyimizni podval qismiga tushamiz, ukamiz yonida целый yotdilar. Ishlar bitganmi uni ham? Bitgan. Biqigilarni podvali bitmagan bo'ladi-da. Chala bo'ladi. Ha, chala bo'ladi. Pul yetmay qoladimi, nimadir bo'ladi, xullas hamma sharoit har xil-ku. Xo'p, podval kattagina ekan, aka. Podval kattagina. Bu siydimi yo'q? To'pli pol hamma yog'i. To'pli pol qilingan. Halolli xona ham bor. Xo'p, nima ideya qilingan? Shuni ayting bu yoqda. To есть mana yangi odam olsa, nima qilsa bo'ladi bu yoqda? Mana misol uchun bu yoq tomonida. Bu yoq tomonga masalan PlayStation qo'ysa bo'ladi. Bu yoqga PlayStation qilib igrovой zona qilsa bo'ladi. Kino ko'rib o'tiradigan joy. Bu yoq tomonigacha. Bu yoqda bilyard ham qo'yib yuborsa bo'ladi, joy pozorat qiladi lekin. Ha, bilyard bemalol bo'ladi. Lekin rostdan bilyard qo'yib yoki stol tennismi? Stol tennisdan qilib qo'ysa pozorat qiladi. Maza qilib o'ynaydigan joy. Bitta minus tarafini aytaman aka, mana nimaga ochiq qoldirib ketgansiz? Ertaga nimadir endi ochuvchasiga aytaman, bu narsalarni yashirmaymiz. Nimadir sistemada muammo bo'lib qolsa, hop, bizib uni ochmasligi uchun ochuv tayyor turadi. Yoki yopib bo'ladi. Mana misol uchun masjidlarda oqib ketmasligi uchun yoki nimadir. O'sha masalan, qattandir utechka berishi mumkin yoki to'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Shuni hisobiga hozir apshipka qilsangiz, apshipkani biz sizga to'g'ri keladi. Yoki qattandir masalan qo'yib yuborayotgan bo'lsa, ko'rinmaydi. Apshipkani polni yechasiz ungacha. Tushundim. Bunda hamma narsa ko'rinib turadi, tayyor. Uyimizni podvalda ikkita холодный xonasi bor ekan. Bu birinchisi bardak holatiga e'tibor bermaymiz, kir. Mana stelajlar qilingan, hammasi stelaj qilingan. O'ng tarafiga mana banka, nima qo'yiladi, ikkita qo'ysanglar bo'lar ekan. Bu yoq tomon nima aka? Bu yoq kotelniy. Bu yoq kotelniy. Qani? Kiringlarchi. Xo'p. Bu yoq kotelniy, hammasini qilibsiz. Endi bitta savol aka. Arzonchisini ishlatganmiz, shu qimmat. Italyanskiy bu. To'g'risini ayting. Italyanskiy ideta 1. Keling, mana shu yerda 1350 1400 turadi mana mashinasini o'zi. Mashina o'zi. Ha, issiqsuvni shunday yoqsiz kutib o'tirmaysiz, issiqsuv kelishini. Hop. Shunda o'zi anaqa kelib, yoqishingiz bilan keladi. Sirkulyatsionni anaqasi bor buni. Ha, undan muammo yo'q. Undan muammo yo'q. Katyol. Katyol ham yaxshi katyol. Endi bir xil katyolda ko'p gaz ishlatadi. Ha, do'q konturniysini dash ulamaganman ham chiqarishga. Chunki mana o'zi yetadi. Ha. Mana o'zi issiqsuv ishlab chiqarib berishga yetadi. Menga isitishga buni qo'yganman. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu do'q konturniy o'zi. Mana bunisini ulamaganman, men uzib tashlaganman. Aha. Shart emas issiqsuv chiqarishga mana buni o'zi yetadi. Buni o'zi polniy uyi ta'minlab beradi issiqlik bilan, energiya bilan yetkazib beradi, bemalol. Tushundim. Gap yo'q. Xullas, bitta savol, mana shu elektr, ya'ni issiq sistemani o'ziga necha pul ketkazgansiz? Mana mashitda o'zida bir 5000 ga turibdi. $5000 ketkazgansiz o'zida. Xullas, uyim joyini to'pli polishlanka bilan keladi tashqari. Ha, undan tashqari, shuni o'ziga. Ha. Ular normalniy pul ishlatib qo'yibsiz, okey. Xullas, uyim joyini deganlar. Mana hammasi Greenfair. Bir balo anaqalarni hammalisi qo'yilgan men bilan ham. Ha. Bir balo yaxshi anaqa. Biladiganlar bormi? Kelinglar deb hammadan. Bu firmani Real bu shunaqa ekan. Yaxshisi bular. Fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Agar arzonchisini aytayotgan bo'lsangiz, sizlardan bilib olaman. Har bitta anaqa etajni kontrol qilib tura olasiz bu yerda. Bu yoqdan, ha? Muammosi. Gradus hammasini ko'rsatib turadi. Ha, tushundim. Qani aka, bu uyimizni lombozini nimadan qilgansiz? Lomboz qilganmisiz yoki plita qilganmisiz? Monolit. Lomboz tepasi. Tepasi lomboz. Qolgan hammasi plita. Qolgani plita. To есть ikkinchi qavati lomboz, eng tepasi ikkinchi etaj tomi lomboz, qolgan hammasi plita. Qolgan hammasi plita. Tushundim. Okey. Endi
Bilsangiz, bir xil joylarga ishlakka bo'lib ishlatadigan joylari bor uyimizni. Yo'q, bu ishlak bo'lib ishlatilmagan. Ishlatganmisiz yo'qmi? Dovolida bo'lishi mumkin. Qaysi bir dovolda, tashqari dovol bor-ku. Ha, dovolda bo'lishi. Dovolida bo'lishi mumkin, Tashqi lekin hovlida. tashqi hovlida, ichkarida hech qanaqa ishlaki blok yo'q, faqat g'ish ketgan. Tushundim. Yana bitta savol beraman Akmal aka. Uyimizni romlariga, eshiklariga nima ishlatgansiz? Mana bu Arzonsizmi yo qimmatsizmi? Shuni eshikni o'zi termon o'zi. Sababi ko'p ochib yopiladi termon. Mana bular akfani o'z rostakasimi ishlatilgan. Plastik akfa romlar. Производственный. Shunaqa. Eshikni rostakasimi termon qo'yilgan. Tushundim. Endi bo'ladigan narsani aytamiz, okey. Oxirida narxi hammaga qiziq. Bu uyimizni nechi pul deymiz? Nechi pul olasiz, shuni ayting. 350 mi? Ya, bo'lmaydi, okey. Bo'ladigan narxni aytamiz. Bo'ladigan. Ash, uyim joyimni deganlar uchun konkretni narx aytmasak, u cho'zib o'tirganidan foyda yo'q. Biz konkretni hisob-kitob qilamiz, okey. Bo'ladiganini ayting, keyin o't beradigan joyini u yog'ini aytasiz. 300 ming. Bo'ladigan. Bo'ladigan. Taqalgan. Taqalgan. Keling, mana qilamiz, okey. Bo'ladigan narxini 299 ming qilsak, rozi bo'lasizmi? Siz uchun ham 299 ming. roziman. Xullas, uyim joyimni deganlar, ushbu uyimiz sizlarga qiziq bo'lsa, pastda Akmal akam, ya'ni uy egasining nomerini qoldiraman, bemalol zamonimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana kelib ozgincha o'tib beradigan joyi bor, uni kelganinglarda o'zingizlar bitta kelishib olasizlar. To'g'rimi, okey? Xullas, shunaqa gaplar, manzili yana bitta aytib keting. Oxunboboyev. Oxunboboyev tumani, Oxunboboyev mahallasi. Orientir. Orientir I1 zapravkaning orqa tarafi. Bog'cha maktabgacha necha metr? Bog'chaga 300 metr, 400 metr, 500 metrni. Masjidga ham xuddi shunaqa, Siroj Shohonov jami masjidi bor bu yerda. Tepada Fozil Qoragar masjidlari bor. 500 metr, 500 metr orasi. O'rtadasiz. Tushundim. Xullas, shunaqa gaplar, charchab qolmanglar, joyingiz sog' bo'lsin.